Rishi, nima bo'ldi o'g'lim? Ertaga Amerikaga qaytib ketamiz. Boshlagan ishing nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi, oyi. O'g'lim omadsiz bo'ladi deb sira o'ylamagandim. Otangni omadsiz deb hisoblarding, to'g'rimi? Agar hozir taslim bo'lsang, sen ham omadsizga aylanasan. Otam mag'lub bo'la turib, qanday tabassum qiladi deb hayron qolarding. Men esa otang hamisha g'alaba qozongan deb hisoblayman. Qurilish bo'yicha o'qishga kirishingni nimaga istagan bilasanmi? Dadang qurilish bo'yicha iste'dodli mutaxassis edi. Agar u istaganida tuman ma'muriy boshqarma rahbari bo'lishi mumkin edi. Lekin u oddiy odamlarga xizmat qilishni afzal bildi. U norozilik harakatini o'tkazayotgan fermerlar safiga qo'shildi. Politsiya norozilik harakati paytida chiqqan janjalga dadangni aybdor deb topdi. Sud qaroriga binoan dadangga davlat lavozimini egallash taqiqlangandi. Bizga g'amxo'rlik qilish maqsadida rahbar bo'lishga munosib inson oddiy xizmatchi bo'lib ishga kirdi. Shunday ham uning yuzidan tabassum ketmadi. Agar hozir hayot bo'lganida uning yuzida tabassumni ko'rmasding. Chunki u hech qachon yolg'iz o'zing g'alaba qozonishingni istamasdi. Ortingdan ko'plab odamlarni g'alaba sari yetaklashingni istardi. Bugun ketsang, o'sha qishloqda yashaydigan barcha odamlar ham mag'lub bo'lishadi. Bor Rishi, bor va g'alaba qozon. Men o'g'limni juda yaxshi bilaman. U mag'lub bo'lishni yoqtirmaydi. Umr yo'ldoshim hech qachon mag'lub bo'lmagan. O'g'lim ham taslim bo'lmaydi. Ramakrishna. Janob, Amerikaga qo'ng'iroq qilib, meni qaytmasligimni xabar qil. Bu yerda hali yakunlanmagan ishlarim juda ko'p.